ko'chatlarimiz Navoiy viloyatiga jo'natyapmiz. Xudo xohlasa bugun yakshanba kuni bo'lsa, ertaga dushanba kuni 6-kun ekiladi. Bu ko'chatlarimiz juda ham sifatli. Xullas, kelinglar O'zbekistonni limonzorga aylantiraylik. Mana shu ko'chatlarni ko'ramiz Navoiy viloyatiga. Xullas 600 ta ko'chat ketyapti. Bu degani menimcha bitta gektarga ekilsa kerak 50 sotuvlikka yetadi. Hormonlar Peshki limonchilik maktabi 93 476 40-20. Ko'chatlarni ekishda aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ko'chatlar o'zi yosh katta bo'lganligi sababli suvsagan bo'ladi-da, suvdan to'ydirib berish kerak bo'ladi.